Assalomu alaykum qadrli treyderlar. Demak, Elliot to'lqinlari bo'yicha tillarni alohida hozir videorolik qilamiz. Demak, bir kunlik time frame'da bizada tillarda mana bunday holat bo'lyapti. 3-chi to'lqin demak tugab, demak 4-chi to'lqinga demak bozor hozir konsolidatsiya holatida, skорее всего bu yerda qanaqadir uchburchak bo'lyapti va uchburchakdan so'ng 4-chi to'lqin tugab va yana bozor darsi 5-chi to'lqinga demak ketishini taxmin qilyapman va alternativniy holat ABC bunaqachaga cho'zilishi ham mumkin va bu yerdan yana 5-chi to'lqinga demak bozorda yana o'sishiga taxminim bor. 1 soatlik time frame'ga o'tamiz. Demak 1 soatlik time frame'ni mana o'sha hozir bizada mana bu maksimum yangilagandan keyin bozor demak ABC demak zigzag to'lqinlar bo'ldi va undan so'ng demak biza asosiy variant deb 4-chi to'lqinni bu yerda tugaganligini va bozor shu yerdan demak 5-chi to'lqinga ketishini taxmin qilyapmiz. Chunki mana bu yerda 5 talik impuls demak hali oxiriga yetgani yo'q. Chunki mana bu 1 2 demak 3-chi to'lqin bor va 4-chi to'lqin. Demak mana bu level invalidation level bozor demak bu zonaga kirish kerak emas. Agar bu zonaga kiradigan bo'lsa, o'sha alternativniy variantga o'tamiz. Hozircha asosiy variant baribir o'sha mana bu 5-chi to'lqinga bozor borishi taxmin qilyapman. Agar bu level invalidation levelga kiradigan bo'lsa, bu holda mana bu ko'rib turibsizlar, uchburchak chizib qo'yganman va seri svetda mana A demak B C demak D va E to'lqinlari. Demak bozor agar bu yoqqa kiradigan bo'lsa, demak bu C to'lqin, bundan keyin yana bozor D to'lqinga, bundan keyin E to'lqin va E to'lqindan keyingina demak bozorni dальнейший demak o'sishiga taxminim bor. Va yana bitta boshqa alternativniy ikkinchi holat uchburchak ikki xil ko'rinishda bo'ladi. Uni qanday ko'rinishi bo'lishi mumkin? Demak mana bu bizada общий A to'lqin bo'ladi. Agar hozir ikkinchi ko'rinishini ham ko'rsatib beraman. Demak A to'lqin va B to'lqin. B to'lqinga bozor bunaqa holatda kelishi mumkin. A B C D E demak E to'lqin bunaqa uchburchak bo'ladigan bo'lishi ham mumkin. U holatda pastga bo'ladi выход. В любом случае lokalniy minimum va maksimumlarni buzilishini demak kuzatishimiz kerak. Asosiy variant baribir trend tepaga va trenddan keyin yana дальнейший ro'z kutamiz. No bular hammasi alternativniy variant. Asosiy variant o'sha bozorni mana bu demak 1 2 3 4 va 5-chi to'lqinga borishini taxmin qilyapman. Va при этом mana bu demak invalidation zonaga kirish kerak emas bozor. Buni ham hisobga olishimiz kerak. Endi 5 minutlik time frame'ga o'tadigan bo'lsak, 5 minutlik time frame'da bizada hozircha mana bu demak impulsga juda ham o'xshayapti deb ayta olmaymiz. No ko'ramiz. Agar bozor yana o'shda davom etadigan bo'lsa, demak birinchi to'lqin bo'ladi va ikkinchi to'lqindan keyin agar yana maksimum buzadigan bo'lsa, o'sha дальнейший impuls ketayotganligi demak yaqqol guvoh bo'lishimiz mumkin. Demak kuzatishda davom etamiz. Demak tillarda shu ikkita holat, alternativniy holatlar ham bor. O'shanga buni ham hisobga olishimiz kerak. Like bosishni unutmang. Demak kim Elliot to'lqinlariga va William Gann sistemalariga qiziqsa, mana biza o'sha Telegramda, YouTube kanallarda ko'rsatib boryapmiz. Demak bozorga kiriladigan tochka signallarni berib, o'sha bitcoinlar har xil valyutalarni qanchalik chiroyli ishlashini demak bu sistemalar asosan долгосрочный prognozdagi juda ham yaxshi. No intradayda ham yaxshi ishlasa bo'ladi. No asosan o'sha D1, H4 time frame'larda, bir haftalik time frame'larda bozorni долгосрочный analiz qilishga juda ham yaxshi. Like bosishni unutmang. Demak kim bu Elliot to'lqinlari William Gann sistemalariga qiziqsa, demak adminga murojaat qiling. Telegramdan kirib yozing. Demak YouTube shapkachada silkalarni qoldiramiz. Xayr, salomat bo'linglar.